Alo, to'q janoblari, o'yindan keyin taassurotlaringiz qanaqa? Shuni bilib qo'y deb telefon qilyapman, hol ahvol so'rab qo'y dedim. Yaxshi. Faqat shu ahmoq sudyalar o'yinni tiqib qo'ya qoldi-da. To'rtta ham bitta narsani tanlashingni xohlayman-da men hozir. Arsenal chempion bo'lishinimi yoki sani quyi tushib ketishingmi? Qaysi birini tanlaysan? Albatta Arsenal chempion bo'lmasligini xohlayman. Men quyi tushib ketamanmi, tushib ketmaymanmi, menga farqi yo'q. Arsenal chempion bo'lmasin. Shu darajada past bo'lasanmi? Mayli. Keyingi mavsumda chempion ishibda omad senga ukam. Ko'rishguncha 1-2 yildan keyin qaytarsan Premier Ligaga. Sog' bo'l. Keyingi mavsum ham ko'rishamiz. Arsenal chempion bo'lmaydi va men Premier Ligada qolaman. Keyingi mavsum mana sudyalar yordamisiz qanaqa o'yin bo'lishini ko'rsatib qo'yaman senga. Ha ukam, qalaysan endi? Chempionlikni menga berding, topshirding menga endi. Nima deysan endi shu to'g'risida? Qani gapir endi. Juda ham haddingizdan oshib ketmang, City janoblari. Hali mavsum tugagani yo'q. Hali 5 ta tur bor. 5 ta o'yindan keyin yana gapirsak bo'ladi. Men seni yutdim. Bo'ldi. Endi chempionlik meniki. Men 5 ta tur qoladimi, 10 ta tur qoladimi farqi yo'q. Chempionlikni men oldim. Sen bilan mavsum oxirida gaplashamiz. Balki ungacha sen ham o'tirib qo'yarsan. Kelishdik ukam. Chempion. Xayr, bratishka. Chelsea ukam qalaysan endi? Mana shu hujumkor o'yinlaring bilan bizani g'alabalarga hissa qo'shganing uchun katta rahmat senga. Hamma shunaqasanlar o'zi. Men hujum qiluraman, senlar gol urasanlar. Adolatliroq bo'llaring. Yig'lama ukam. Bu kunlar o'tadi ketadi, dirdimu, lekin seni bunaqa o'yiningdan keyin bilmadim, ancha vaqt shunaqa holatda ketasan shekilli. Xuddi o'zlari 1 yil oldin chempion bo'lgandek gapirmasalar bo'lardi-da har holda. O'tgan yil nechinchi o'rin oluvdingiz? Bratishka. Va tarixdan gaplashadigan bo'lsak boru, chempionlik natijasida kim ustun? Chelsea, shuni aytmanga, kim ustun? Mayli, hozir gapni ko'paytirmayman. Hozircha sen ustunsan. Lekin anu Arsenalni nima qilamiz? Cityni tabriklaymizmi chempionlik bilan yo to'xtab turamizmi? Nima deysan shunga? Ukam. Men uchun farqi yo'q. Lekin City chempion bo'lmagani yaxshi edi meniga. Arsenal bo'lib qo'rgani yaxshi edi. Mayli, sog' bo'l. Keyingi mavsumda ko'rishguncha. Keyingi mavsumga yaxshilab tayyorlan. Alo, Hamshahar, qalaysan endi? Alo, nima gaping bor? Tez gapir. Kayfiyatim yo'q. O'yin yaxshi bo'ldi. Bir sendan xabar olib qo'y deb telefon qilgandim-da o'zi. Menga umuman qiziq bo'lmagan o'yinda yutding, birinchidan. Ikkinchidan, menga g'alaba kerak bo'lganda seni email-etib tashardim, tushundingmi? Tush ko'rish yaxshi ko'radigan ukamsan-da. Bitta gap bor. Arsenalni chempionlikni yo'qotgani bilan tabriklab qo'ymaymizmi? O'zi oxirgi 3 ta mavsumdan shu ahvol-u. Arsenal chempion bo'laman deb keladi, oxirida o'tirib qo'yadi. Bo'pti, sog' bo'l, keyingi mavsumda ko'rishguncha Hamshahar, yo'qolib ketma. Mayli, men seni nomingdan ham tabriklab qo'yaman, Cityni ham tabriklab qo'yaman, Arsenalni ham 2-o'rin bilan tabriklab qo'yaman. Sog' bo'l, keyingi mavsumda ko'rishguncha.